Alvasti qo'nchoq. Attori Sherzod. 18-qism. Xotirjam bo'ling. Biz sizning deganingizdek qilamiz. Lekin sizlar bugun kecha qayerda qo'nisizlar? Bizga uyinglardan bir bo'sh uy beringlar. Biz tayyorlik qilib, tun yarmida alvostini yo'qotishga chiqamiz. Kechqurun Wang ustam bilan Malika kanat boshliqining hovlisidagi kichik bir uyda tayyorlikni boshlab. Wang ustam sumkasidan turli putuklarni chiqarib, ularni bir-birlab ko'zdan kechirdi. Uning chiroyidan jiddiylashayotganligini ko'rvag'li bo'ladi. Qizchaq, men sana bir ishni demoqchi. Bu qitimqi alvosti haqiqatan xatarlikdek turdi. Agar sen qo'rqsang, keynimda turib o'zingni qo'rqda. Men alvostini o'zim yo'qotishga urinib boqay. Malika to'lib toshgan ishonch bilan: "Yo'q, Wang ustam, men sizga yordamlashaman. Men qo'rqmayman", dedi. Lekin uning ko'zlarida qo'rqinch uchqunlari chaqnab turadi. Wang ustam Malikaning beshini silab, mehribonlik bilan kulimsiradi. Men sening hech nimadan qo'rqmaydiganligingni bilaman. Bu yaxshi ish. Lekin men yanala sendan ansirab qoldim. Agar undoq deb turasang, bo'ladi. Sening deganingdek bo'lsin. Biz billa alvostini yo'qotamiz. Lekin meni deganlarimga butunlay bo'ysunishing kerak. Endi tayyorlikni boshlaylik. Wang ustam sumkasidan putuklarni chiqarib, ularni qachiga selib, ustiga suv quyib aralashtirib, alohida bir suyuqlik tayyorladi. Suyuqlik oltin rangli bo'lib, g'alati bir puraq chiqaradi. U suyuqlikni kichik shishalarga qachilab, bu suyuqlik qon sho'rg'ichi alvostlarga o't tutashtirdi. Sen har vaqt tayyor turishing kerak, dedi Malikaga. Wang ustam yana bir qancha qog'oz odamni kesib tayyorladi. Ularning ustiga qizil siyoh bilan alohida xatlarni yozdi. U qog'oz odamlar Wang ustamning afsoni bilan jallanib, alvostiga qarshi kurash qila oladigan askarlarga aylandi. Malika bo'ynidagi munchoqlarni tekshirdi. Ulardan nur chaqnayotdi. Malika kompasni qo'liga elib, uni tekshirdi. Kompas istilkisi quduq tarafga qarab shiddat bilan titrayotdi. U yerda noiti kuchli bir narsa bor ekan. Men umrimda kompasdan bundoq kuchli titrganligini ko'rib boqmagan, dedi Wang ustam. Kompasga qarab texyemu jiddiylashgan holda. Wang ustam yana bir qancha qo'g'dug'ichi putuklarni tayyorlab Malikaga berdi. Bularni kiyimingga choplab qo'y. Bular seni alvostini hujumidan qo'g'daydi. Tun yerim bo'lganda ular quduq yeniga bordi. Tog' orasidagi kanit butunlay qorong'ulikqa cho'mgan edi. Osmonda to'lin oy yo'rib turadi. Atrofni sutdek oq nur bilan yo'ritadi. Quduq atrofida hech qanday odam yo'q edi. Faqat sovuq shamol ularning yuziga uriladi. Quduq ichi qorong'u va cho'nqur edi. Uning atrofidagi toshlar qaridab ketgan bo'lib, uzun yillardan beri ishlatilmaganligi bilinib turadi. Havoda g'alita, xuddi chirigan narsaning puruqidek bir puruq tarqalgan edi. Wang ustam quduq atrofiga nurg'un shamni yoqdi. Bu shamlar bir qo'g'dash chambarikini hosil qildi. Shamlar sarg'ush nur chachiritib, quduq atrofini yo'rtib turadi. U ondan yana qizil rangli qalam bilan yerga alohida shakllarni sezib, uning ustiga munchoq toshlarni tizib qo'ydi. Sen hargiz quduqqa yaqinlashma, dedi Wang ustam Malikaga. Bu alvosti quduqdan chiqqanda, agar seni tutib olsa, quduq so'rab ilib kirib ketadi. Malika bo'ynidagi munchoqlarni ching tutib, Wang ustamning keynida turdi. Men o'gatgan afsonni unutib qolma. Men alvostini chaqiraman. Wang ustam qo'lidagi oltin rangli suyuqlikni quduqqa chashdi. Shu hamon quduqdan g'alati ovozlar olinishga boshladi. Ular shamning nurida jimjit kutib turadi. Tuyuqsiz quduqdan g'alati ovozlar kelishga boshladi. Xuddi kichik bolaning yig'i ovozidek.
lekin ovoz yana bir anglamoqqa odamning ovoziga o'xshamaydi. Ovoz asta kuchayib, xuddi bir necha bola birlikda yig'layotgandek anglanadi. Bu alvasti kichik balani jalb qilish uchun shunday ovoz chiqaryotdi. Qo'rqib ketma. Ballar quduq yeniga kelganda ularni tutib, qinini sho'raydi. Dedi Wang ustam nahaytimi astoydillik bilan. Quduqdan qora suv ustiga o'rlashga boshladi. Xuddi quduq ichidan bir narsa chiqayotgandek. Ondan qora suv chachirab, quduq atrofidagi yerga chechildi. Suv tekkan yerlardagi o'simliklar darhol qurib, kuyib ketdi. Wang ustam malikini orqaga tortdi. Paxas bo'l. O quduq ostidan chiqilyotdi. Qora suv ichidan uzun, arg'amchidek bir narsa etilib chiqdi. Bu arg'amchidek narsa chashtak qiladi. Xuddi janobadek harakat qiladi. U chashlarning orasidan bir ayolning beshi ko'rindi. U ayolning yuzi haqdek oqargan, ko'zlari cho'nqur va qop-qora edi. Ko'zlarining eqini ko'gili bo'lmaydi. Teni suvga chilangan bo'lib, chashlari uzun va qora edi. U quduqdan chiqdi. Uning qo'li inson qo'lidan uzun bo'lib, tirnoqlari ushluq edi. Uning uchisidagi kiyimlari chirib, parchalanib ketgan bo'lib, xuddi suvda uzun muddat chilangandek ko'rinadi. U oxir chiqdi. Qora quduq alvasti, dedi Wang ustam. Alvasti ularga qarab og'zini ochdi. Uning og'zining ichida bir qavat ushluq tishlar bor edi. U qo'rqinchli holda vaqirdi. Ovozi bo'g'iq, surlik bo'lib, yurakni titrtadi. U asta gap qilishga boshladi. Senlar kim? Meni chaqirib chiqishga qandoq petinding? Mening kursiqim ochdi. Ishking mening oziqimga aylansan. Malika qo'rqinidan titrab ketdi. Lekin bo'ynidagi munchoqlar nur chechib, uni qo'g'didi. Alvasti munchoqlarning nuridan qo'rqib, kayniga chekindi. Sening o'yning bugun oxirlashdi. Qora quduq alvasti. Alvasti ularni yaratmagandek qilib kuldi. Sencha meni yengalayman deb o'ylab qoldingmi? Men bu quduqda uzun yildan beri yashayapman. Nurg'un ballarning qinni ichdim. Nurg'un alvasti tutquchilarmi keldi. Lekin ularning hammasi mening oziqimga aylandi. Alvasti tuyuqsiz Malikaga qarab etildi. Uning surati shuncha tez ediki, faqat bir qora soyi ko'rinadi. Lekin Wang ustam tezlikda oldin tayyorlagan suyuqlikni alvastiga chashdi. Suyuqlik alvastining teniga tegishi bilanla uningdan ko'k ranglik o't yolqilladi. Alvasti chirqirab orqasiga dastadi. Uning terisi kuyib, ostidan chirigan go'sht va qora so'ngak ko'rindi. Qizchoq, men sana o'rgatgan afsonni o'qi, tez bo'l. Deb vaqirdi Wang ustam. Malika afsonni o'qishga boshladi. Uning og'zidan qadimqi tildagi so'zlar chiqdi. Afsun o'qigan seri uning bo'ynidagi munchoqlar texyamo kuchlik nur chachiratdi. Bu nur alvastini azoblaydi. Lekin alvasti chashlarini uzatib Malikaga hujum qildi. Chashlar Malikani o'rib oldi va uni yerdan ko'tarib quduq tarafga so'rashga boshladi. "Men yordam qiling, Wang ustam!" deb vaqirdi Malika qo'rqinch ichida. Agar u quduqqa tushib ketsa, uning qog'ozdini suvga tegishi bilanla parchalanib ketadi. Wang ustam tez bir necha qog'oz odamni chiqarib, ularga afsun o'qib yerga tashladi. Qog'oz odamlar jallanib, alvastining tashlarini kesishga boshladi. Ularning qo'lidagi kichik qog'oz qilishlar alvastining tashlarini kesib o'tdi. Lekin alvasti qo'lini uzatib
qog'oz odamlarni bir-birlab tutib yirtib etdi. Vang ustam, men so'g'i tushib ketay deb qoldim. Malika qo'rqinch ichida vaqirdi. U tirmishib olvastining chashlaridan qutulishga urindi. Lekin olvastining chechi uni texiymu chinqisib, tezlik bilan quduq tarafga so'raydi. Vang ustam qizil tangidan yasalgan xanjarni chiqarib, afsun o'qidi. Xanjar havoda uchib, olvastining bo'yniga sanchildi. Olvasti dahshatlik chirqirab Malikani qo'yivatdi. Uning bo'ynidan qora qon eqishga boshladi. Bu qon yerga tegishi bilan yerdan tutun chiqib, havoga asta-asta ko'tarildi. Malika olvastining changilidan qutulib, tezlik bilan Vang ustamning yeniga qochdi. Bu vaqtda olvasti xanjarni chiqarib etib, teximu achchiqlangan holda ularga qarab yopirilib keldi. Achchig'ini keltirib qo'yishding. Men har qaysingni parcha-parcha qilib, asta-asta o'ldiraman. Olvasti vahshiylarcha etilib, ularga hujum qildi. Olvasti endi o'zgarishga boshladi. Uning yuzi teximu uzrab, og'zi yirtilib, echilib, quluqiga yetdi. Og'zidan qora suv to'kilib yerga oqqanda, yerdagi o't-cho'plar qurib ketdi. Uning ko'zlari qip-qizil rangi o'zgarib, teni yirtilib, echilib, ichidan qop-qora ustixonlar ko'rindi.